Visual brendida shunaqa noodatiy narsalar chiqyapti ketma-ket. Bularni obzor qilib berib, o'zimni kiygalarim kelyapti. Har bittasidan bittadan o'zimni kiygim kelyapti. Mana buni qaranglar, kofta yubkani. Rosa ham ko'pchilik klientlarim bilaman, kofta yubka yaxshi ko'rishadi. Yangicha dizaynda, yangicha stilda shunaqa kofta yubkamiz chiqqan. Materiali turetskiy material, toza sherst matosidan. Aytib o'tganimdek, Turkiyadan keltirilgan materiallar sifati bo'yicha juda ham oliy turadi. Hech narsa qilmaydi, katushka bo'lmaydi, cho'zilmaydi. Sizlarga yillar davomida xizmat qiladi va tikilishiga kelsam buni dvoykani tikilishi bu alohida tema. Qaranglar. Turkiya hijolat buni tikilishlari oldida Turkiya hijolat shunaqa sherst bilan plashovka material kombinatsiya qilingan. Oldida koftichkasida ikkita shunaqa katta cho'ntaklari bor va yubkasiga ahamiyat beringlar, qanaqa chiroyli. Необычный stilda, yevro stilda tikilingan. Hozir men uyda bo'lganligim uchun oyog'imga krossovka kiymadim. Buni makasima krossovkalar bilan ko'chaga har kunlikka kiysanglar juda ham go'zal turadigan dvoykamiz. Yubochkasini pastida shunaqa shnuroklari bor. Ozgina zaujinniy qilib tortib olsanglar ham shunaqa modniy turadi kiyganinglarda. Shunaqa stil, shunaqa go'zallik mana. Tavsiya qilib qolaman, razmeri turkda 40 dan 46 gacha, o'zbek razmerida 46 dan 52 gacha bo'limiz chiqqan dvoychkamizni bemalol zakaz qilib ulgurib olinglar. Bu go'zalligimizni tezda tugab qoladi.